Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Amma ba'du. Hörmətli qarindoshlar, biz bugün Sura Al-İmran'daki 96. ayetini keldik. Ayet Kabe hakkında başlanıdı. Estağfirullah. İnne evvele beytin vudi'a lin-nasi lellezî bi Bekke mübareken ve hudel lil alemin. Yani kısaca tercümesini kılsak aldı bilen kişiler üçün, yani insanlar üçün belgilengen selamıgan tuncu öy, şu Mekke'deki Bekke degen, şu Mekke degen manada bütün dünyaga bereket ve hidayet asası selamıgan öy, şu Mekke'deki öy, yani Kabe, Beytullah demekçi. Hem biz ilgirki derslerimizde insan tuygusu ve kitaplarının insan tuygusuga qanday bir şekilde ta'sir qiladiganligi, qanday bir şekilde münasib xitob qilinadiganligi haqida so'zlab kelgan va mazmun ahli kitobninki mayli Yahudi, Hristiyanlar olsun, sepsetlari haqida, o'ydirumlari haqida bo'lib kelib o'tib, bularning o'zini İsa alayhissalomning agashgichlari, Musa alayhissalomning agashgichlari, İbrahim alayhissalomning millatiga oid, millatiga mansub, İbrahim alayhissalom kimdi? Yahudiydi yoki Xristiyandı degandek da'volarga qarata mazmunlar bayon qilinib o'tgan. Hamma bilan bilamiz, ilgirki oyatda bütün insonlarga, mayli Yahudi, Xristiyan hammasga xitob qilib, Payg'ambar alayhissalomni shunday deyishga buyurdi Alloh: "Qul sadaqalloh fattabi'u millata Ibrohim hanifa." İbrahim alayhissalomga agishga buyurdi. Endi İbrahim alayhissalatu vasallam payg'ambarlarningki otasi hisoblanadi va payg'ambarlar ichidagi Kabe'ga munosabati bor bir payg'ambar, endi tunji payg'ambar. Bu nuqtadan İbrahim alayhissalomning hayotida yuz bergan muhim ta'sirga ega hodisalar qistirlib bayon qilinib keldi. Bilamiz, Beytullah haramninki huli İbrahim alayhissalatu vasallamning qo'li bilan ko'tarilgan. Yani tufan, Nuh alayhissalomning davridagi tufan balasida hammasi yo'qab, yo'g'ilib ketgandan keyin İbrahim alayhissalomning davriga kelgan vaqtda İbrahim alayhissalom orqali buning huli ko'tarilgan. Tabiiyki İbrahim alayhissalom haqida gap bulungan bo'g'achqa ilgirgi darslarimizda İbrahim alayhissalomningki tarixidagi eng büyük hadise, en ta'sirga ega hadise kilishi tabiiy. U o'simi Beytullahil Haramningki bino qilinish, qo'pirilish hadisasi. Hamda Alloh subhanahu va taolo musulmonlar bilan ahli kitob o'tirdiki munozir haqida so'zlayotdi. Musulmonlarning beshida Rasululloh va ahli kitobning va qo'lida Qur'oni Karim bor. Ahli kitobningki qo'lida Tavrat va Yahudlarningki va Injil va Xristiyanlarning qo'lida, Endi mushada Alloh subhanahu va taolo bizni, ya'ni maqsad bu yerdagi maqsad butun insoniyatni İbrahim alayhissalomga qaytarish, ayshga bog'lash. İbrahim alayhissalom bu haq yo'lga ergashganlarning hammani nim deb atagan, musulmon deb atagan. Ya'ni bu shu demakki, Allah'ның iradesi şu ki, asman qimmat qarashi, asman manhiji zimindagi hayot ritmini kontrol qilishi kerak. Çünkü zimindagi bu hayot, bu harakat, bu ritm shunda o'z xohishi, nafsiga bo'ysungandan keyin cho'qim to'qinish yuz beradi. Cho'qim to'qinishadi bu. To'qinishqanning natijasida zimindeki, hayattaki insan tirishchanligining mahsulotlari yoki inson tirishchanligining neticesi zaya bo'lib ketadi. Bu tufaylidan insonning zaya bo'lmasligi tufaylidan hayotdagi, dunyodagi turmush ritmining normal davomlashi uchun cho'qim osmon tarafidan avatilgan qimmat qarash, yo'l, manhaj bilan davomlashishi kerak. Endi şu insan şu qimmat qarashga ergashsin, hayotini shu qimmat qarash bo'yicha ayarlasin, hozirlasin deb talab qilinayotgan shu insonda bir qalb bor, ya'ni bir jism bor. İnsanning harakati mushu jismdek gavdalanadi. Allohning shariatini tatbiqlash, yo'lda mangmaganlik. Agar bu jism bo'lmaganida, bu qalb bo'lmaganida inson o'zidan talab qilingan harakat, ish va boshqa
vazifalarni asla va asla o'rinlayolmaydi. Endi inson qalbi, inson vujudidagi ma'naviyatninki yuzlanishining ifodasi bo'lg'achqa, inson ko'nglida, ruhiyatida nega yuzlansa, buning ifodasi insonning vujudida shakllanadi, ya'ni badanida, jismida shakllanadi. Munda bo'lg'achqa, masalan inson namoz o'qiyman desa, tabiiylan o'zining jismida namoz o'qiydigan harakatlar shakllanadi. Inson ko'nglida sharqqa qarayma, badani sharqqa qaray. Mana bir ahvol bo'lg'achqa, Alloh subhanahu va taolo inson jismininki mushu tajalliyotlarni, mushu qimmat qarashlarni, mushu ta'limotlarni qabul qilishga loyiq bir holatga kelish uchun o'zininki barakat, o'zininki nurlarini cho'gizmoqchi. Bo'lgandan keyin insonning jismi, shakli ko'rinishi demakchi, yuzlanadigan bir taraf lozim. Hammalarninki o'rtaq birliklik namoyandasini o'rtaga chiqish uchun Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning ilgari oyatlarda payg'ambarlar karvoniga birlik verdi. Yani İbrahim alayhisalomni payg'ambarlarning otasi qildi. Mayli o payg'ambarning ismlari har xil bo'lib ketsin, agashganlarning dinining nomi birining yahudiyat, birining xristianiyat olsun, kim bo'lsin, ularning mengayotgan nishoni yo'linishining bir ekanligi ilgari qilindi. İlgari surildi ilgari oyatlarda. Payg'ambarlar karvoni bir bo'lgan ekan. Diqqat qil, ma oyatlar ilgari oyatlarning munosabatini bog'lamoqchi men hozir. İlgari oyatlarda barliq degan gapimizning natijasi shuki, payg'ambarlar karvoni bir yo'nalishga qaratmoqdi. Unda bo'lgan ekan, ma oyatda davotida insonning qalbining, ya'ni inson jismininki, butun insonlarningki shaklininki bir yo'nalishga kirish kerak. Xuddi payg'ambarlarning karvoni bir yo'nalishga qaratmagandek, inson ham bir yo'nalishga qaratmash kerak. Hammalar bilamiz, har joyda Alloh ibodat qiladigan maxsus ajratilgan bir o'rin bo'ladi. Buni biz nima deymiz? Masjid deb ataymiz. Alloh subhanahu va taolo ummati Muhammadiyaga rahmat qilish uchun zaminning nada namoz o'qisa bo'ladigan qilib belgilab berdi. Payg'ambar alayhisolamning hadisida ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahur. Zaminning hammasi menga masjid qilindi. Ya'ni qachon ibodat vaqti keldi, Alloh bilan uchrashishni istedi bir banda, hamon bir masjid, bir o'rin tepiladi uningga. İlgirki ummatlarda muayyan bir o'rin bekitildi. Ma ummatda xoligan o'rin masjid oldi. Neda namoz o'qib o'tgan bo'ldi? Endi tahorat elish masalasiga kelsak, ilgirki ummatlar suvdan tahorat olsa, biz suvdan tahorat olamiz va suv yo'qolgan vaqtida tuproq bilan tayammum qilamiz. Bu bizni poklaydigan prinsip qilib belgilandi. Yani bu şu demek ki Allah subhanahu wa ta'ala ümmeti Muhammediye'den her şahsının qachon Allah bilan uchrashiman desa, uchrashalaydigan bir imkoniyatga ega bo'lishga kapolatlik qildi. Masalan, sirtqa chiqsak atrofda masjid, zavodda ishlaydiganning zavodda namoz o'qiydigan yeri bor. Maktabdagi o'quvchilarning maktabida bir nimba namoz o'qiydigan yeri bor. Masjid olmasa muamdi. Dehqon o'zining namozlarini etizda o'qiydi. Yo'l yurayotgan musofir namoz vaqti kelsa, pokiz bir yerdan birini tepib namoz o'qisa bo'ladi. Ya'ni ummati Muhammadiyaga shu bir ildiki, nada namoz o'qisa bo'ladi. Buning o'zi ham masjid deb atiladi. Ya'ni masjidning o'rnida hisoblandi. Bu bir. Yana birisi maxsus bir o'rinni ajratib atrofimizga masjidlarga o'xshash masjid deb atab, uningga tom salab, uy salab, masalan, uningda ibodatdan boshqasini qilmaydigan bir yerga ajratilish bu bor. Bu ummati Muhammadiyaga berilgan bir rahmat. Ham ikkisining farqi bor. Ibodatlarning hammasi qabul. Masjidda o'qisangmi qabul, masjidning sirtida o'qisangmi qabul. Lekin farq nima desa, odatdagi o'rinda ibodat qilgan bilan diqqatda bozor, maktab, ishlayotgan ish o'rni, yo'l, boshqa namoz o'qisa qabul bo'lgan bilan, ammo ibodat uchun maxsus ajratilgan o masjidda dunyoning ishlarini qilish qolmaydi. U ya Alloh bilan uchrashishga xos qilindi. Butun narsaning hammasidan xoli shaklda kirib, shu yerda to'g'an muddatda
Allah'a yüzlenişten başka ahval sende körelsi bulmaydı. Şoňaşka Peygamber aleyhissalatu vesselam mescidde kılıngan soğuduğa bereket birilmeslikке dua kıldı. Mescidde yuqap ketken näsini ilan kılınsa onun tepilmaslıkıga dua kıldı. İnsandın dünya meşgulatı her günüsi 23 saatini alıdı. İnsan 1 saatini günüge Allah için mahsus ajrasın ya. Xuddi ayağını seletip kirgendek dünyanın bütün meşgulatını mescidinin işkinin sırtında kaldırıp kirsin ya mescidde. Mescidde başka şeyler bilen Allah bilen uçuşuvatkan bir vakit o mescidinin içi başka narsalar bilen meşgul buluş bu insana nispeten, müminge nispeten edep ve layık bir iş emas. Yani orun muşihil uçuruşish, muşihil ibadetke has oğayken şu orundaki bu vaqt mı hem şunun gının buluş gerek, has buluş gerek. Başka mescidke kirgen vakitte imkan ba başkalar bilen gayri paranlarda bulmaslık gerek. Özünün mescidde işgalligini her daim eslep duruş gerek ve zihnini çarçıdığan, başkalarla meşgul bulduğan her qanday işqa köngül bermeslik gerek. Bulupmu bugünkü günümüzde qarindaşlarımızdan mescid kirgen vaqtda şu en çoğun musibet telefon oynaydigan işleri hala davam qılıp atıdı. Bularmı alohida diqqat qilinishi kerak. Hamda o'zi babayatın insanın cismini gepini qildik ya, cismi mescidga yüzlendi, cismi mescidning ishida, ruhiyati mescidning sirida bo'lib qoldi. Cismen, qalban yani ve qaliban yani cismen ve ruhen o adam mescidning ichiga kirishi ve mescidning ichiga kirish kerak. Yani cismi mescidning ichiga kirish kerak ve ruhi ham mescidning ichiga kirishi kerak. Endi insan tanlagan muşu orun, mescidde tanlagan orun, bende tanlagan Allah'ın uyi. Halq tanlagan Allah'ın uyi. Endi a Kabe, Mescid-i Haram Allah tanlagan Allah'ın uyi. Hemmisi Allah'ın uyi. Kabe Allah'ın uyi. Biz namaz okuyatkan mescidler mi Allah'ın uyi. Lekin Kabe'ni Allah tanlagan ma başka mescidlerini bendiler üzü tallab, üzü qana qilgan, sağan. Endi qarasak, muşu qarashlar, muşu ideya bilan qaragan vaqtimizda bütün dünya bir tarafga yüzlengen bir holat ko'z oldimizda aks etadi. Chunki her ibadet qiluvchi qaysi masjidda olsun, o'zining yuzlanishini boshqa bütün dunyoda ibodat qiluvchilar o'rtaq bir shaklda kim tarafga qaratadi? Ne tarafga qaratadi? Kabe tarafga qaratadi. Hemmisi o'zaro birisiga qanday qiladi, qaraydi. Endi shu Kabe'ga qarashning nima zaruriyati bor? Allah subhanahu va taala Qur'onda "Valillahil mashriq val maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, innalloha wasi'un alim" degan tusa Sura Baqaraning 115-oyatda. Mashriq maghrib hammasi Allohning tusa degan tusa Kabe'ga qarashning nima hojati deyiladigan bir ideya fikrlar bo'lishi mumkin. Buning javobi shu qarindoshlar. Siz o'qigan mush oyatning o'zi dal Kabe'ga qarang degan bo'ladi. Oyatda mashriq mag'rib tilg'ilindi. Mashriq mag'rib bir umumiy ma'no. İnsanlar zaminning yuzlanishini 4 yo'nalish qilib bayqagan mashriq, mag'rib, shimol, janubda. Undan keyin texmo inchiklash orqali onun aralığındaki bulun yo'nalishlarni o'rtaga qo'ydi. Masalan, sharqi shimol, g'arbi shimol, sharqi janub, g'arbi janub degandek. Valillahil mashriq val mag'rib degan oyatning mazmuni shuki, hamma taraf Allohniki. Endi o'yinib boqaylik. Qanday olsa hamma taraf Allohning bo'ladi. Dal Kabe'ga qaragan vaqtda hamma taraf Allohning bo'ladi. Nishqa? Mayli zaminning har tarafidan Kabe'ga qarab ibodat qilayotgan nuqtaga qaraylik. Yoki Kabe'ning ichiga qashqi berib turib, Masjid-i Haromdagi namoz o'qiyotganlarning holatiga qarasak, Kabe'ni o'ttirig'i ab, Kabe'ning atrofida insonlar Kabe'ga qarab ibodat qiladi, namoz o'qiydi. Qarag'inimizda bir inson Kabe'ga qaraydi, mashriqqa qaraydi, mag'ribga inida. U tarafidagi mashriqqa qaraydi, mag'ribga inida. Bu tarafidagi janubga qaraydi, shimolga inida. Bu tarafidagi shimolga qaraydi, janubga inida. Ya'ni hamma inson Kabe'ga yuzlangan vaqtida zaminning hamma tarafi Allohning o'g'an bo'ladi. Mushu oyatga qarag'inimizda ham inson bir yo'nalishga qarab ibodat qilish kerak. Shundala bütün taraflar kimning o'g'an bo'ladi? Allohning o'g'an bo'ladi. Endi ba'zi bir so'zlar bor. Kabe
zaminning markazi, zaminning shu markaz nuqtasi, shunlashqa Ka'ba butun insonni qaraydigan bo'lib belgilangan. Biz bu nuqtalarga kirmaymiz. Chunki zamin bir yumaloq. Yumaloq narsa deganning qaysi nuqtasi bo'lsa, o'rtaq nuqtasi bo'laveradi. Ammo Ka'baning ulug' bir masjid bo'lishiga Allohning Ka'bani tanlaganligi yetmamdi acaba? Mencha yetib eshib keladi. Yetdi, xolos. Allah tanladı bo'ldi yetdi. Agar Allah şu Mekke'deki Ka'bani o'zining uyi qilib tanlamay, biz yashayotgan bu shahardagi ma'lum bir ibodatxona yoki ma'lum masjidni o'zining uyi qilib tanlagan bo'lsin, bo'laveradi. Shu bu yerdagi ulug'lashning birdan bir illati Allah tanladı yetdi. Uning zaminning o'tirdiganligi, yana birisi to'g'anligi bu çok muhim emas. Chunki bizga Rasululloh shunday o'rgatdi. Aqlimizning sirtidagi ishlarga kelgan vaqtida bu dinning asosiy qismlarining qatoridan emas. Buni hech munoziralashishninki, bu haqda jidal qilishning hech hojati yo'q. Masalan, Ali radhiyallohu anhu payg'ambardan rivoyat qilib, bunda bir rivoyatni bizga bayon qildi. Bir odam kelib Rasulullohdan "Ashu Ka'ba Allohninki tunji uyimi" dedi. Rasululloh shu vaqtda izohlab, undan ilgirmi o'yla bor. Ammo insonga silingan tunji o'ydi. Mana bir nuqta va sal turib buning shu bakroq kuchab ifodalagan tarafimizning munosabatlik tarafini bayqaymiz. Ya'ni bu shuning izohiki Allah inson uchun, inson jinsi uchun zaminda belgilab bergan tunji o'y Ka'ba. Bu muborakan hudan lil alamin degan oyat mazmun shu. Ammo insondan ilgari bir maxluq zaminda yashagan bo'lsa, mutlaqo ularningmi biz bilmaydigan, Allohga ibodat qiladigan bir o'ylari bo'lishi kerak. Shuningga bu Baytul Haromninki, Ka'baninki Allohning uyi sifatida o'rtaga qo'yilishi hech qanday bir narsaga zid emas. Chunki bunda deyishimning sababi manda savollarni so'raydiganlar. Hamda zaminda har xil qizilmalar bayqaldi. Asar atiqalar bayqaldi. U asar atiqalarning yil tarixini surishti qilsa, ba'zi tadqiqotlar, ilmiy tadqiq bayqashlardan necha million yillarlik tarixga ega ekan masalan. Ammo zaminda inson paydo bo'ldi unchalik yil olmadi. Masalan, Odam alayhisalom desak, necha million o'tmadi uningga. La faraz qilsak, masalan, Idris alayhisalomningki 5 avlod masalan, Nuh alayhisalomningki 3 avlod, Ibrohim alayhisalomning 11 avlod, Muhammad alayhisalomningki 30 avlod degandek surishti qilmasak, shu necha ming yilga to'g'ri keladi. Unda necha million yil emas, ammo aphalani qizilmadan yoki pukuni qizilmadan bayqalgan narsalar yoki so'ngaklar yoki u yoki bu degandek narsalarningki yil tarix qarasak necha million yil tarixga ega. Endi bu o'yni Allohga ibodat qilishni to'langan tunji o'y deyilsa, buni Ibrohim alayhisalom sasa, bu qanday mantiqa degandek bir savol o'rtaga chiqishi mumkin. Buning javobi shu qarindoshlar. Hech kim Odam alayhisalom zaminda tunji yashagan maxluq deb baqmadi. Dinmi buni demedi, Qur'onmi buni demedi. Ammo din, Qur'onning degani shuki, Odam alayhisalom zaminda yashagan tunji inson. Maxluq demedik-a, inson dedik, tunji inson. Qanaqdir maxluqning tunji zaminda yashagan. Shuningga da'vasun, zaminning umri necha million yil desin. Biz Qur'ondagi shu oyatni desak kifoyaki, alam tara Sura İbrahim'de 19-oyatda Ennalloha xalaqas samawati vel arda bil haqq. Ko'midami? Allah osmon zaminni haq yaratdi. Yasha xolisa yuzhibkum sizlarni ib ketib va ya'ti bi xalqin jadid. Yana boshqa maxluqlarni yaratdi. Qaranglar. Allah har narsaga qodir. Ondan keyin bu qadarlikqa inchilishning hech hojati yo'q. Chunki payg'ambar alayhisalom ibodatni o'qigan asrimizda undan ilgari ibodat o'y yo'qmi? O'y batda, ammo insonlarga silingan tunji o'y deb izohlayotdi. Uning ustiga Qur'ondagi yana bir oyat bor, diqqat qiling. Sura Hajrninki 27-oyati. Val janna xalaqnahu min qablu. Biz jinni bundan ilgari, insondan ilgari jin yaratgan. Jin yaratilgan yani insondan ilgari.
Ondan başqa insanın yaratılış haqqında biz Sura Baqara'ningki 30-oyatida bir oyat o'qib o'tdik ya ilgirgi darslerimizda. Ve iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Men insonni zaminda xalifa qildim. Xalifani nima deb izohlagan qarindoshlar shu vaqtida? Xalifa ilgirgi bir mahluqotlardan keyin agishib keldigan. Xalifaning ma'nosi shunga ehtimol keladi. İzbasar degan ma'noda. Yani bu oyatlarga qaragan vaqtda zaminda mutlaq insondan ilgari bir tur yashagan bo'lish ehtimoli bor. Undan keyin biz Adem alayhissalomni zaminda yashagan tunji turdimidik. Ve Ka'bani zaminda Allohga ibodat qilishni sanalgan tunji uy demidik. Qur'on uni demaydi. Bizning deganimiz shu. Adem alayhissalom zaminga yaratilgan tunji inson. İnsan degan so'zga diqqat qilaylik. Va Ka'ba bugungi oyatni qayta o'qish to'g'ri keladi. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas. Nas degan nima? İnson uchun solingan tunji uy. Navgandan keyin o'zimizni o qadar qiynashning hojati yo'q. O qadar yillarni hisoblab chiqib, masala aniq. İnson odam insonning tunji turi, inson turining tunjisi. Va Ka'ba inson uchun solingan tunji uy. Unda bo'lgandan keyin masala aniqlashdi-ku, insondan ilgari nurg'un mahluqotlar yashagan bo'lishi mumkin. O bizning aqlimizning sirtidagi, idrokatning sirtidagi ishlar. Ve insandan burun yaşayan o mahluklarınki Allah'a ibadet kıladigan öz aldığı öydir buluşu mümkün. Ama Adem Aleyhisselam insandan tunjisi tekrar davalay. Tekrar davatımı bunu. Ve bu Kabe insanlar üçün selingan tunji öy. Şuna çıkıp bayattan qehdesta evvel beytin vudi'a lin-nas. İnsanlar üçün selingan tunji öy davatıdır. Endi biz oyatga qarag'inimizda insonlar uchun selingan, selpirilgan tunji uy avval degan so'z bir narsaning boshlanishi deganga. Oxirlashichi degan savol. Hayotda nurg'un narsalar va boshlanishi va oxirlashi. Sen salla desak, sonning boshlanishi bir bor. Inson aqli pishpitlayotgan vaqtga yuzg'ich sanaydi. Undan keyin mingqich sanadi. Mingdan esh ketibdi 1 millionni ijod qildi. 1 millionni esh ketibdi milliardni ijod qildi. Milliardni esh ketibdi trillionni ijod qildi. Ya'ni ijod qilish mumkin. Demak, sallarning boshlanishi bir, oxirlashi yo'q. Bunga o'xshash masala. Undan boshqa jannatmi shu, boshlanishi va nimasi yo'q, oxirlashi yo'q. Demak, bu Ka'ba insonga uchun silingan tunji, boshlangan uy va bundan keyin undan boshqa Allohning tanlashidan o uy silingan bo'lsa, bandalar tanlab nurg'un uylarni silishi mumkin. Ondan keyin inchik nuqtalarning hammani izohlaymiz qarindoshlar. Wudi'a degan bir fe'l qo'llandi bu oyatda. Men shuni tarjima qilgan vaqtim inson uchun sellingan, sog'an emas, sellingan deb tarjima qilyapman. Arab tili qoidasi bo'yicha aytgan vaqtda wudi'a degan fe'l ish harakatining qilg'uvchisi navbatda noma'lum bo'lgan vaqtda qo'llanilgan fe'l. Bu nuqtadan qaragan vaqtda İbrahim Aleyhisselam'ın gepi aldığı iniqdi. Ama Beytullohning gepiga kelgan vaqtida wudi'a deb tilg'ilindi. Undan keyin buning sog'uvchisi İbrahim Aleyhisselam emas. Nimishqa? Yeni bir dalilimiz var. İnsanlar uchun deyildi bu Ka'baning masalasida. İnsanlar uchun deyilish uchun İbrahim Aleyhisselam'ning oldidagi insonlarmi buning ichiga kirish kerak. Agar İbrahim Aleyhisselam sog'an deyilsa ve insanlar için selingan öy bu değilse, İbrahim Aleyhisselam'dan ilgirki kişiler insan bulmay qilish to'g'ri keladi, yoki ularga selingan öy olmasdi. Adem Aleyhisselam insan bo'lg'achqa, Adem Aleyhisselamni shu wudi'a lin-nasdiki insanlar uchun selindagi insonlarning ichiga kirgan bo'lish kerak. Unda o'g'anlik uchun, unda bo'lish uchun Ka'ba Adem alayhissalatu vassalamning yaratilishidan ilgari selingan bo'lish kerak. Nimishqa? Agar İbrahim Aleyhisselam sağlam bo'lsa, İbrahim Aleyhisselamdan ilgari yashagan insonlar ashta Ka'badek Alloh ibodat qilgan uydan mahrum yashagan bo'lamda, tabii unda olmaydi-da. Demak, bu yerga kelgan xulosamiz Ka'ba Adem Aleyhisselam yaratilishidan ilgari mavjud. Unda bo'lgandan keyin Ka'bani kim soladi? Alloh soladi. Alloh sağgan uy. Hatta malaikalarni deyilmaymiz. Chunki oyatning o'zida qo'llanilgan bir ifoda va qarindoshlar Mübareken ve huden lil alamin.
Bütün canlılık, alemin degen canlılıklar, bütün dünyadaki canlılıklar degen burada. Canlılıklarning hammasiga hidayet, mübarek degen burada. Bunun içine malaikalar mı kirdi? Ondan keyin malaikalar mı Beytullah inin üçün silingan şahslar olur. Ondan da malaikalar mı samagan buludu. Bunun sağıtçısı tabi Allah oludu. Bazı kişiler bazı hata düşüncede bulup kalıdı. Kabe'ni İbrahim Aleyhisselam sağan. Tabii ki bunun cevabı avval Kur'an ne? Müşahakkatdagi Kabe hakkındaki ayetlerini birden qana qilish kerak, mulohiza qilish kerak, yuqori qildik. Biz avval deymiz ki inna awwala baytin wudi'a lin-nas degan oyatni birdan tahlil qilganimizda İbrahim Aleyhissalatu vesselamdan ilgari insonlar vatdi. Ular uchun o'yilish kerak bu nuqtadan oyatning ifodalagan mazmun nuqtasidan. Undan keyin İbrahim Aleyhisselam saldi degan fikr bu yerdagi wudi'a lin-nas avval bayt degan ifodalarga nima keladi? Qarshi keladi. Chunki İbrahim Aleyhisselamdan ilgirkilarning bir uyul olgan chunki oyatda insonga silingan tunji uy dedi ya, insonlarning ichiga kiradigan har kishi bu uy shuning uchun silingan bo'lishi kerak. Ondan boshqa İbrahim Aleyhissalatu vesselam'ның Kabe qurilishiga munosabatli oyatlarga bir qarab chiqqanimizda Sura Baqaraning 127-oyatda qarindoshlar. Iz yarfa'u İbrahimul qawa'ida minal bayt ve İsmail. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam Beytullah'ның hulini ko'tarayotgan chaqda bir ifodasi var. Hulini ko'tarayotgan chaqda degandagi ko'tarish ifodasi aslida bularning faqat aslida yo'qolib ketgan bir o'rinni bayqab ko'tarayotgan. Odatda Kabe'ning shu o'rni egizlik ve tölük noktasının Kabe hesaplanıyordu. Mesela biz yanın astını kola bir kan meselesinde 50 metre, 100 metre, ya ki 1000 metre astına çökken takdirimizde mi namaz vakti olup kalsa şu kanda Kabe'ye karab okuyumuz hem de. Herkes 1000 metre astı gittim de bunda karamayımız, udlam karayımız. Ya ki biz asmanga çıktık, neçe 10 kavat, ya ki neçe 100 kavat binanın üstüge çıktık değil. Ya ki arıfılan bilen ikiz yere çıktık değil asmanga. Namaz vakti olup kalsa yine Kabe'ye karab namaz okuyumuz. Kabe peski bunda karamayımız hem de. Tüz karayımız. Yani Kabe'nin zeminin astı, asmanın üstü uçup olgan bu noktası hesap. Bu bir Kabe. İbrahim Aleyhisselam fakat insanın bu şekilde yerden başlandığı noktasını üstüge kana kıldı, kütedi. Bu nokta bir ini qilish kerak Allah'ın Yani İbrahim Aleyhisselam'ın qilgan işi bir yerde fakat o urunni muayyanlashtirib bir yo'q yerdan salish emas, bab bo'lgan o'rindagi asli bab bo'lgan yo'lni qana qilish ko'tarish masalasi. Bu bir nokta. Ikkinchi nokta yana. İbrahim Aleyhissalatu vesselam'ninki Hacer Aleyhisselam'ninki. Yani İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam bilan ayoli Hacerni bugungi kundagi Kabe'nin o'rni olgan joyiga vaqtda Kabe'nin ko'rinib turgan holati yo'qdi. Akab qo'ydi. Şu vaqtda Kabe'ga akab qo'ygan vaqtda u bir qaqas cho'llikdi. Hacer Aleyhisselam'ni u yerda tashlab qo'yib ketayotgan vaqtida hammadan obdan biladi. Hacer ibn obdan biladi. Hayotning asosi suv. Atrofda suv yo'q. Üzülen oğlu bir yerde taşlap koyup ketse, eğer normal şart şaraitta, normal tuygula etken vakitte yaşaş mümkün emez. İbrahim Aleyhisselam'a şuna soğudu Hacer Aleyhisselam. Bu söz üzerinden re'yüyle eklep kop koyuvatamsa, ya ki diye vakti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın buyruğu. Şu vakti Hacer dedi ki Allah'ın buyruğu olsa hatırcam oldu. Allah bizni zaya qilmaydi. Mayt xotirjam, bir aram bo'lmadi. Nimishqa İbrahim Aleyhisselam Allah buyruğunu qildi. Mana bu yüksek bir şekildeki iman. Eğer iman bu derecede yüksek şekilde olmasa, üze ve küçük iman atkan buvaq balısınınki bunda bir qaqas çöllükte taşlanıp qo'yib ketishga hech qanday ayol kishi yo'l qo'ymaydi. Ne suva, ne yemeklik yok. Hech nima yo'q. Suvi yo'q, yemeklikmi yo'q. Ammo Hacer Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a emas, İbrahim Aleyhisselam'ның Rabbiga ishongan bo'lg'achqa naydi sakin, xotirjamlik bilan qilib qoldi. Endi Alloh subhanahu va taolo mushu voqealikni İbrahim Aleyhisselam'ның tili bilan bizga hikoya qilib nima deydi? Robbana, ey Robbimiz, inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in.
Men ballarımni hech qanday giyah unmaydigan bir cho'ldagi qo'yib qo'ydim. Deb oyatning oxirida diqqat qilinglar. Inda baytikal muharram. Sening baytingning qishida haram. Hozirgi biz Baytulloh haram, haram deymiz-ku, shu haram baytingning qishida qo'yib qo'ydim. Oyatning oxirida nurg'un mazmunlar bor. Munosabatlik tarafini o'qidim. Ya'ni İbrahim Aleyhisselatü Vesselam İsmail Aleyhisselam bilan Hacer anamizni qo'yib qo'ygan vaqtning o'zida shu yerning Baytulloh ekanligini o'tirib qo'yib bo'ldi. O vaqtda Baytulloh İbrahim Aleyhisselam samagan texe, ulni ko'tarmagan texe. Ya'ni İsmail Aleyhisselam ikkisi birga ko'tardi emasmi? İsmail Aleyhisselam bu vaqtida İsmail Aleyhisselamning qo'yib qo'ygan shu joyninki Kabe bo'ladiganligini, Kabe ekanligini, Baytullohil Haram ekanligini İbrahim Aleyhisselam bilib bo'lgan menga. Ondan keyingi oyatni o'qigan oyatimizda Sura Baqara 127da va iz yarfa'a İbrahimul qavaida va ism minal bayt va Ismail. İbrahim Aleyhisselam bilan İsmail Aleyhisselam Baytullohninki qo'lini ko'tarayotgan vaqtda. Demak, masala bu qadar endi qarindoshlar. Kabe, Baytullohil Haram İbrahim Aleyhisselam faqat temini ko'targan, ammo İbrahim Aleyhisselamdan ilgirmi ham qanaqa qildi batdi u yerda. U yerda batdi. Muşun vaqtda aniq qolsin. Chunki İsmail Aleyhisselamni qo'ygan vaqtning o'zida ya'niki Baytulloh ekanligini İbrahim Aleyhisselam oyatda qanaqa bo'lgan, tilga ap bo'lgan. Shuningga Baytullohni İbrahim Aleyhisselam saldi degan fikr toza uyg'un fikr emas. Chunki undan ilgirkilarmi ibodat qilgan bir Baytulloh bo'lish kerak. Undan boshqa Baytulloh yo'q. Allah inson uchun qo'ygan tek bir Baytulloh o. Muşun vaqtga kelgan vaqtda biz jazm shaklda Baytullohninki İbrahim Aleyhisselamdan ilgiri mubolig'ini faqat İbrahim Aleyhisselam to'pon balasida yo'qolib ketgan izini tepib shuning temini ko'targanligini ham jazm qila olamiz. Hamda oyatdagi Kabe'ninki ismi nimda tilg'alindi? Nerede deb tilg'alindi? Bakkada deb tilg'alindi. Men tarjima qilgan vaqtda Bakkani shu Makka deb ham tarjima qildim. Ammo ikkisining o'rtasida biroz farq bor qarindoshlar. Ya'ni normalda Mekkeni Bakkani Makka deb ikki ism bor deb qaraymiz. Ammo surishtiq kelgan vaqtimizda Bakka degan so'z va Makka degan so'zningki arab tilidagi yasilish yiltizga ko'kiga qarasak, Bakka lug'at ma'nida qisqa olib ketgan ma'nida. Ya'ni qisqa olib ketdi degan gap Bakka deb atishi. Chunki haj qilish uchun dunyoning har taraflaridan insonlar u yerga keladigan bo'lg'achqa shu so'z hatto shu qadar qisqa olib ketganki, har ayollar Kabe'da arilishib turib namoz o'qiydi. Bu qadar darajada. Shu ma'no asosida bu atalg'i qo'yilgan bo'lishi mumkin, Alloh mushtaatgan bo'lishi mumkin. Bu bir ahvol. Undan keyin Makka degan so'z asli Makka degan fi'ldan olingan. Ya'ni Makkal fasil ad-dar'a deb arablarning bir so'zi bor. Ya'ni butun hamma narsani shumib olgan. Hamma narsani shumib olgan. Masalan, aslidagi tugining botliqi anasining yellidagi sutning hammani shurab imib olsa, buni arabchada Makka deydi aslida lug'atdan. Shumagan ma'nosida. Shu nuqtadan ayirgan vaqtda bu qadar farqlantirishimiz mumkin. Bakka Kabe va tavof qilinadigan, haj faoliyat qilinadigan o'rin Bakka. Makka shu shaharning ismi nima? Makka. Chunki Makka bilan bilamiz qurg'oq, hech qanday bir su yo'q, gah unmaydi. Hamma narsa nimadan keladi? Sirtdan keladi. Bu ma'noga uyg'un kelishi mumkin. Bu qadar farqlansak bo'ldi, ammo normalda Makkani Bakka, Bakkani Makka deb tushunsak xatolashmaymiz. Ham oyatning keyingi davomiga kelaylik. Oyatda mushu Kabani Alloh subhanahu va taolo muborak deb sifatladi. Mushu muborak degan so'z arabchadagi baraka 3 harfni yildiz qilib turib yasalgan so'z. Buning asli lug'at ma'nosi bir narsaning muqim turgan bir holatini baraka deb ifodalaydi. Shuningga bunda barakat bo'ldi, voy ajab barakatlik bo'ldi deymiz biz Uyg'urchada. Shu Uyg'urchadagi barakatlik degan so'z mush arabchadagi baraka deb chiqqan. Ya'ni bir narsa kemib ketmay, turgan sir ovulsa bunu biz baraka deymiz. Undan boshqa su yig'ilgan ko'lni arab tilida birka deydi. Ya'ni barakadan chiqqan. Ya'ni suvning hammasi to'plashib, to'planib, oz qolmaydi.
Shunda su har qancha eptusimi sirtdan su kirib turgan bo'lgancha su yig'ilib turadigan ko'lni birga deb qo'ydi. Shunga Allah subhanahu va taolaning Allohu tabarak va taala tabarak deydigan bir sifat bor. Tabarak deganmi Allohningki sabit subutni ifodalaydigan bir sifat. Allah azaldan ba ya'ni ve ahir menguba azali vahid ahad deganlik ma'nolarni ifodalaydi. Ya'ni oyatni o'ziga qaytganimizda Beytullah muborak deb sifatlanadi. Muborak degani nima bo'lsa, Beytullohda hamma narsa ko'payadi. Ajr ko'payadi, savob ko'payadi, barakat u yerga hamma tarafdan yog'adi. Uzdan bir suv chiqmaydi, zamzamdan boshqa suv yo'q. Giyoh unmaydi. Mashta turib, taraf-taraflardan meva-chevalar, noz-ne'matlar u yerga eqib keladi. Bu ma'noda shunga Alloh subhanahu va taolo muborak deb sifatlagan bo'lishi mumkin. Hammalar bilamiz, haj qilganlar har yilisi nurg'un mal-mulklarini shu yerda sarf qiladi. Buning hammasi Ka'baninki barakatining ifodasi. Hudan lil alamin. Hudan ya'ni dal boshlab qo'yish, hidoyat degan ma'noda. Ya'ni nishonga yetkazadigan bir boshlash ma'nosida. Buni qanday tushunamiz desa, Ka'bani tavob qilib haj qilgan kishi, ziyorat qilgan kishi onasidan tug'ilgan kundagi o'xshash pakladi. Mushu insonning jannatga olgan qadami va jannatga yetib bag'ini bulam tabiiy bo'ladi. Ya'ni Ka'ba jannatga mangadigan bir yo'l. U nuqtadan hudan deganni shu shaklda tushunsak bo'ladi. Undan boshqa Ka'baga munosabatlik mazmunlar keyingi 97-oyatda bayon qilinadi. Bugun vaqt munosabati bilan mush yerda to'xtaymiz. Kelasi soatda kurashgan qadar hammanglarni Alloh subhanahu va taologa omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.